Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlarga eng arzon va sifatli ratan stol ishlab chiqaruvchi akalarimiz oldiga yetib kelganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Brendlari Karvon brend ostida chiqar ekan. Hozirgi kunda bahoriy skidkalar ketyapti ekan, ya'ni Ramazon oyida xalqimizga manfaat tegadigan, foydali bo'ladigan, xo'p, arzonchi qilishib yoribdi. Narxlari 6 kishilik 2,5 million so'm baholanyapti. 2,5 milliondan tushib beradigan joylari bor. Ko'rishinglar mumkin. Oynaklari kalyonli bo'ladi. Taqvotidan otvorsa ham chibola qilmaydi. Undan tashqari mana so'z isboti bilan ustiga chiqib ko'rsatib ham beraveraman. Sinmaydigan, bukilmaydiganidan bo'ladi. Xo'p, har xil svetlari bor. Assortimentlarimiz har xillardan bor. Kim istasa bunaqa ko'rinishdagilari va undan tashqari oddiy kreslo fasonlilari bor. 6 kishiligining narxi 800 ming so'm ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'jalari bo'ladi, ichlarida. Xo'p, mavachalkalari ancha baquvvatidan va lola fasonlilari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Donaga olaman deganlarga kampligi 800 ming, stoli 110 ming so'm. Agar stolni o'zini olaman deganlarga. Undan tashqari mana bu yerda maza qilib yozgi kunida suvlarda shabadalarda keltirib olaman deganlar uchun qaranglar nima deyapti. Vobshe zo'ridan bo'ladi og'alar. 1 million 100 ming so'm, kichkinasi sal arzonroq bo'ladi. Endi ichkaridagi assortimentni bitta ko'ramiz. Birinchi qo'ldan ishlab chiqaruvchi akalarimizni o'zidan tevarak atrofga nisbatan vobshe arzon, sababi akalarimiz o'zlari uylarda ishlab chiqarishar ekan. Ular usta ishlatmaydi, ustasi ham, svatchigi ham hammasi o'zligi uchun ancha arzon va qo'rqmasdan narx-navosida o'ynasalaring bo'laveradi. 800 mingdan. Yo'q, 1 million 100 ming so'mdan 8 kishiligi bu. Bu ham xuddi shu narxda. 8 kishiligi 1 million 100 ming so'm va 6 kishiliklari 800 ming so'mdan. Bundan da arzon qilib berishadi. Undan tashqari har xil variantdagilari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Donaga stul olaman deganlarga donasi 110 ming so'mdan tushib berishadi va mana bunday ko'rinishdagilari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu xon taxtalarini rammalari bo'ladi. Svarkalari kempida yig'ilgan bo'ladi. O'chmaydi. Kraskalari parashok bo'ladi. O'chmaydi, ko'chmaydi, zo'ridan bo'ladi. Kalyonli oynalari bo'ladi va mana bunday har xil ko'rinishdagi miramir mana bunday gulli fasondagi doskalari bor. Kimga shunday sifatli stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqarsizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Rishton tumani, Gulchamandan bo'lyapti. Hammaga rahmat. Tamom.